Assalomu alaykum, kanalimizni ashaddiy tomoshabinlar va bizni muntazam ravishda kuzatib boruvchi aziz obunachilar, bugun sizlar bilan yana bir navbatdagi ajoyib bo'lgan uy loyihasi bilan tanishib chiqamiz. Ushbu loyihamiz ko'rib turganingizdek bir qavatlik umumiy 7 xonadan iborat bo'lgan yosh oilalarga, 2 ro'zg'orli oilalarga bemalol tavsiya qila olamiz. Loyihamiz juda bir shinam va kam xarajatli loyihalardan biri bo'lib, endi uyimizni tashqi razmerlariga keladigan bo'lsak, uyimizni tashqi razmerlari mana bu bizda asosiy ko'cha taraf. Darvozaxonamiz chap qo'l chekkada joylashtirib ketilgan. Ko'cha tarafimizni uzunligi 15 metr, uyimizni mana bu yon tarafi esa 20 metrni tashkil etadi. Agar ushbu loyihamiz sizga ma'qul kelib, siz buni birga bir qurmoqchi bo'lsangiz, maksimal 3-3,5 sotix yer maydoni kerak bo'ladi. Endi uyimizni fundament razmerlariga to'xtalib o'tamiz. Loyihadagi uyimizni fundamentini umumiy ko'rinishlari mana shunday holatda ko'rib turganingizdek, shu holatda fundament qo'yiladi. Fundamentimizning razmerlari balandligi 60 sm va eniga 40 sm ni tashkil etadi. Mana shunda bu loyihadagi uyimizni pol urviniga bunaqangi 4 pog'ona zina orqali ko'tariladi. Loyihadagi uyimizning devorlarini umumiy ko'rinishi mana shunday holatda. Devor razmerlariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, har doimgidek 280 devor uriladi, 20 sm seysmopoiz va undan keyin to'sin yotqiziladi. Mana shunda uyimizni sof balandligi bizda 3 metr hisob olingan. Albatta, har doimgidek tashqari va ichkaridagi ayrim yuk ko'taradigan devorlarimiz 1,5 g'ish, qolgan parda devorlarimiz yuk ko'tarmasligini hisobiga yarim yoki 1 g'ish hisob olingan. Biz ushbu loyihamizni klient bilan dogovorimiz uyimizga ketadigan sarf xarajatlarini aytmasligimizni boisi shundan iboratki, biz faqat klientimiz bilan planlari va 3D ko'rinishlariga dogovorganmiz. Endi loyihadagi uyimizni xonalar joylashuvini ko'rib chiqamiz. Loyihadagi uyimizni xonalar joylashuvini umumiy ko'rinishi mana shunday holatda ko'rib turganingizdek, biz boshqa ko'plab videolarimizda joylaganimizda izohlarni inobatga olgan holatda bu galgi loyihamizni planirovkasini, xonalar joylashuvini shunaqangi tepadan kesilgan holatini, ko'rinishlarini sizlar bilan ko'rib chiqmoqchimiz. Dastavval ko'cha tarafdan boshlaydigan bo'lsak, mana bu tarafda bizning ko'chamiz joylashtirib ketilgan va tashqaridan qaraganimizda chap qo'l chekkadagi mana bu bizda darvozaxonamiz hisoblanadi. Darvozaxonamizdan agar to'g'riga yuriladigan bo'lsa, oldida qoldirib ketilgan mana bu zinalar orqali ko'tarilganimizda biz birinchi mehmonxonaga kiramiz. Mehmonxonamizning eshiklari ko'rib turganingizdek darvozaxonamizga qaratib o'tilgan va tashqari muhitdan kiriladigan holat qilingan. Bu bizda mehmonxonamiz hisoblanadi. Endi asosiy uylardan biri bo'lgan mana bu tarafdagi uylarni tanishtirib o'tadigan bo'lsak, darvozaxonamizdan bu tarafga yurganimizda e'tibor qilganingizdek har ikkala tarafida uylar joylashtirilgan. Avval chap qo'l tarafdan asosiy uylarimizni tanishtirib o'taman. Chap qo'l tarafga zinalar orqali ko'tarilganimizda bu eshikdan kiramiz. Bu eshikdan kirganimizda mana bu ko'rib turganingizdek ho'l qismi hisoblanadi. Ho'limiz keng, kattagina va shu ho'l orqali qolgan xonalarga tarqaladi. Ho'ldan agar to'g'riga yuriladigan bo'lsa, mana bu to'g'ridagi bu bizda bolalar yotoqxonasi hisoblanadi va bolalar yotoqxonasini o'ng qo'l tarafidagi mana bu ham bolalar yotoqxonasi hisoblanadi. Bu ikkala bolalar yotoqxonasini derazalari orqa hovli tarafga qaratib o'tilgan. Endi agar ho'ldan o'ng qo'l tarafga yuradigan bo'lsak, mana bu bizda qishki oshxona hisoblanadi. Bu oshxonamizda bemalol qishki kunlarida ovqat pishirib va oilaviy ovqatlanib o'tirsa ham bo'laveradigan holat qilingan. Bu oshxonamizning orqasidagi mana bu esa kattalar yotoqxonasi hisoblanadi. Bu kattalar yotoqxonasini derazalari bu tarafga qaratib o'tilgan. Bu yotoqxonamizga albatta o'ziga tegishli shaxsiy yuvinish xonalari mana bu chekkada joylashtirib ketilgan. Bu xonamizga kirish eshigi esa mana bu yerda qoldirib ketilgan. Bu bizda asosiy yashash xonalari hisoblanadi. Darvozaxonamizdan kirib bu tarafga yurilganda o'ng qo'l tarafdagi xonalarni ham tanishtirib o'tadigan bo'lsam, mana bu zinalar orqali agar xohlasangiz bu tarafga tushishingiz yoki bu tarafdan chiqishingiz ham mumkin. Mana bu yerda ikkita eshik qoldirib ketilgan. Agar mana bu eshikdan kiriladigan bo'lsa,
bo'lsa, bu bizda yana bir mehmonxonamiz hisoblanadi. Misol uchun bu ayollar mehmonxonasi deb olsak ham bo'laveradi yoki-da erkaklar. Albatta bu uy egasini xohish istagidan kelib chiqqan holatda xonalarga o'zlari taqsimlab olishlari mumkin. Bu bizda mehmonxona, ikkinchi mehmonxonamiz va bu ikkinchi mehmonxonani oldidagi mana bu xona ham kattalar yotoqxonasi hisoblanadi. Bu kattalar yotoqxonasini derazalari ko'rib turganingizdek ichkari hovli tarafga qaratib o'tilgan. Albatta klientni xohish istagidan kelib chiqqan holatda bu xonalarimizga derazalarni ko'cha tarafga qaratib qo'ymaganmiz, faqatgina ichkari tarafdagi devorlarga derazalar joylashtirib ketilgan. Albatta bizda tashqi hojatxonamiz mana bu eshik orqali kiriladigan 2 xonali hojatxona rejalashtirib ketganmiz. Ko'rib turganingizdek juda bir chiroyli holatda. Albatta mana bu tarafda klientimizni yana ortiqcha yerlarini borligini hisobiga biz uyimizni mana bu chap qo'l tarafidan, bu chekkasidan orqa tarafga o'tiladigan joy qoldirib ketdi. Mana shu loyihadagi uyimizni umumiy isitish, katyol xonalari, bu uyimiz base podval bo'lgan. Albatta bu ham klient xohish istagidan, sharoitidan kelib chiqilgan holatda qilingan. Katyollarini agar xohlasalar podvalli qilib bitta xonasini podval va sklad sifatida foydalansalar ham bo'laveradi yoki-da mana bu tarafda qoldirib o'tilgan ortiqcha yerlariga mana bu burchagiga kichkinagina katyollarini rejalashtirib olsalar ham bo'laveradi. Yana ham chiroyli, yana ham funksionalniy tarafdan mukammal holatdagi loyiha bo'ladi. Xonalar joylashuvini tepadan ko'rinishlarini bu taraflardan ko'rishingiz ham mumkin. Juda bir chiroyli holatda chiqqan. Mana sizlar imkon qadar sodda va tushunarli tushuntirishga harakat qildim. Siz va yaqinlaringizga shunaqangi professional arxitektura va dizayn xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Va yana shuni eslatib o'tamanki, bizni Telegram sahifamizga ham obuna bo'lib qo'ysangiz, bizni ko'plab YouTube kanalga joylashtirilmagan loyihalarimiz Telegram kanalimizga joylashtirib boriladi. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.